Assalomu alaykum. Bu bizda keyingi dars. Kanalimiz mana shu Telegramda bor. Keyin birinchi kursimiz bu anatomiya, logotip hamda bizdagi asosiy kanal. Yangiliklar hammasi shu kanalda tashlab boriladi. Savollar bo'lsa bot ishlaydi. Hamda anatomiya bo'yicha kerakli bo'lgan barcha video va ma'lumotlar mana shu kanalchada bor, yuklab borilmoqda. Demak, keyingi dars bu 5-darsimiz. Yurak qafasi, ya'ni kompakt thorax. Reja asosida ko'rsak, birinchi yurak qafasining chegarasi va shaklarini ko'rib o'tamiz. Keyin qovurg'alar, tush suyagi hamda klinikaga bog'laymiz. Bu videoda qovurg'alarni ifodalab o'tmaymiz, keyingi videoda o'qilamiz. Yurak qafasining chegara va shakllari hamda tush suyagini gapirib o'tamiz. Har doimgidek terminologik lug'at. Kompakt thorax, sternum, cavitas, angulus, mana bu yerda angulus, spatia, interspatia bo'ladi. Keyin prima, secunda, manubrium hamda expedius. Costa, keyin bularning costa vera, spuria hamda fluctuantes, mana bu yerda scalenius bor, musculus scalenius, keyin musculus serratus, intra ichki, supra yuqorigi hamda infra pastki kabi lug'atlarni o'tlab olish kerak bo'ladi. Endi ko'krak qafasining o'zi. Kompakt thorax ko'krak qafasi nimalardan iborat desak, ko'krak umurtqalari, qovurg'alar, tush suyagi va ulardagi boylamlar hamda mushaklardan hosil bo'lgan. Ko'krak qafasi ko'krak bo'shlig'i, cavitas thoraxni hosil qiladi va bu bo'shliqda joylashgan a'zolar, ya'ni o'pka, yurak, qizil o'ngach, bronxlar o'shalarni himoya qiladi. Demak, ko'krak qafasining umumiy rasmi. Vertebra thoraxga birdan boshlanib 12-ko'krak umurtqasigacha davom etadi. Orqa chegarasi. Old chegarasi esa manubrium sterni hamda processus expedius orqali chegaralanadi. Bundan tashqari orqa yon va oldingi yon chegaralari bor bo'ladi. Ularni keyinchalik o'tamiz. Hamda bizda anatomik kerak bo'lgan narsa bu expediusning burchak, ya'ni angulus infrasternalis deb ataladi. Angulus infrasternalis birinchi kirish darsida o'tgandik. Bu o'sha tananing tuzilishini aniqlashda kerak bo'ladi. Ektomorf, endomorf, mezomorf kabi tana tuzilishini aniqlashda o'sha angulus infrasternalisga ham qarab o'tiladi. Endi ko'krak qafasi. Ko'krak qafasi keng kesilgan konus shaklida bo'lib, konus uchi yuqoriga, asosiy esa pastga qaragan. Chegaralari va devorlar. Oldingi devor orqa va yon devorlardan. Yon devorlari juft deyapti, ya'ni ikkita. Teshiklari esa apertura superior, apertura inferior. Hamda uning ichi cavitas thorax, ya'ni ko'krak qafasi. Bo'shliq. Buni nima hosil qiladi? Apertura thorax inferiorda mana bu yerda hosil qilyapti, arcus costalis, sog'aylar birlashgan. Hamda bu yerdagi yetim qovurg'alar. Ya'ni fluctuantes, costa fluctuanteslar ikkita. Shular apertura thorax inferiorni hosil qilyapti. Hamda uning ichki sohasida mana shu sohada mana bu yerda yotgan sulcus pulmonis thorax bor. Uning teskari tomonida esa boshqa sulcus bo'ladi. Ko'krak qafasining devorlari. Demak,
aytdik, devorlari orqa, yon hamda oldga bo'linadi. Oldingi devorni ko'rib chiqsak. Old devorda devor ko'krak suyagi yoki tush suyagi sternum bilan tashkil topgan. Old tomonda bu suyak 3 ta qismga bo'linadi. Manubrium, ya'ni keyin korpus sterni suyak tanasi va processus hyoideus qismlardan iborat, ya'ni 3 ta. Manubrium va korpus sterni orasidagi bo'g'im manubriosternal bo'g'im yoki angulus sternalis deb ataladi. Hamda bu orqaga qiya holatda joylashgan bo'lib, ko'krak qafasi burchagi, ya'ni angulus sternus hosil qiladi. Bu burchak klinik amaliyotda ko'krak qafasini tekshirishda asosiy tashqi belgi, ya'ni landmark, ya'ni bu belgi degan sifatida ishlatiladi. Har bir qovurg'aning old, ya'ni tanadan uzoq qismi qovurg'a tog'idan, ya'ni costa cartilagodan tashkil topgan bo'lib, bu tuzilma ko'krak devoriga harakatchanlik va elastiklik beradi. O'tamiz keyinchalik biz har bitta suyakning o'sha qo'l suyaklarida, oyoq suyaklarida hamda qovurg'alarda o'sha distal va proksimal qismlar bo'ladi. Tanaga yaqin, ya'ni umurtqa pog'onasiga birikkan joy mana bu yerlar proksimal deb atalsa, tushga birikkan joylar distal deb ataladi. Hamda bu yerda costa cartilago bor, mana bu ko'k bilan berilgan. Buning vazifasi o'sha ko'krak qafasiga nafas olishda, misol uchun ko'krak qafasi devorini harakatchanligini ta'minlashda ishtirok etadi. Bu old devor edi. Endi yon tomondagi devorni ko'rib chiqdik. Yon tomonlarda devor har bir tomonda 12 ta qovurg'adan umumiy 24 ta va bir nechta umurtqalar aro, mana shu yerda xato ketgan, qovurg'alar aro bo'shliq, ya'ni spatia intercostalis dan iborat bo'lib, spatia intercostalisda 3 qavatli yassi mushaklar qoplangan bo'ladi. Bu mushaklar qovurg'alar orasidagi bo'shliqda, ya'ni interkostal spatia intercostalis to'ldiradi, qovurg'alarni harakatlantiradi va qovurg'alar aro sohalarga tayanch vazifasini beradi. Uning orqa devori. Orqa devori oldingi devordan uzunroq, ko'krak umurtqalari vertebra thoracica va qovurg'a boshidan to qovurg'a burchagigacha qismlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni orqa devori vertebra thoracicadan boshlanib caput costa hamda angulus costagacha bo'lgan qismlar, ya'ni qovurg'aning mana bu yerda korpus vertebra, bu yerda caput costa deb aytamiz, hamda anguluslar bo'ladi. Hamda oldindan tush suyagi bilan birikkan deb olsak. Orqa devor shunda bizda mana bu sohadagisi orqa devor, ya'ni ikkita angulusning orasi. Orqa devorning tashqi va ichki yuzalari bor. Sulci pulmonis hamda sulcus spinalis, sulci spinalis ataladi. Boya ichkisini ko'rib o'tdik. Ya'ni o'pka yetlar. Qovurg'a tanasi, korpus vertebrae va qovurg'aning burchagi angulus costa orasidagi egat bo'lib, unda o'pkaning qovurg'a bo'lagi yotadi. Sulci spinalisdan esa orqa egatchalarda umurtqa o'tkir o'sig'i, ya'ni processus spinosus va qovurg'a burchagi angulus costa orasidagi egat bo'lib, bu yerda orqaning chuqur mushaklari, o'sha musculus multifidi, rotatoris kabi orqaning chuqur mushaklari joylashgan bo'ladi. Ko'krak qafasining yuqoriga kirish teshigi, ya'ni apertura thoracica superior. Inglizchada yozilganda, shuning uchun sal lotin tiliga to'g'ri kelmayapti.
Demak, ko'krak qafasining yuqori kirish qismi to'liq suyak tuzilmalar bilan o'ralgan bo'lib, ya'ni bu yerda tog'a qism deyarli yo'q bo'lib, orqa tomondan birinchi yurak umurtqasi tanasi, har ikkala yon tomonda esa birinchi qovurg'a, ya'ni costa prima ning ichki medial cheti. Nima uchun ichki medial cheti deyotgan bo'lsak, aytib o'tamiz. Barcha umurtqalarda o'sha margo superior, margo inferior bo'lsa, bu yerda facies superior va facies inferior bo'ladi, hamda uning margolari ichki va tashqiga bo'ladi. Bu yerda esa yuzalar ichki va tashqi bo'lar edi. Shunga qarab, birinchi qovurg'a qolgan qovurg'alardan farq qilar. Izohlab o'tdik. Endi ya'ni bu ichki yon devori o'sha orqa tomondan ham, ikkala yon tomondan ham chegaralab turibdi apertura superior. Endi old tomonda manubrium, ya'ni tush suyagining yuqori qismi bo'lib, bu yerda incisura jugularis degan qism bor. O'sha sohada old chegarasi aniqlanadi. Manubriumning yuqori cheti taraska 1 va 2 umurtqalar orasidagi oraliq disk bilan taxminan 1 chizikda o'tadi. Bu nima degani? Yon tomondan chizib ko'rsatamiz mana bu yerga. Mana bu birinchi bir. Xo'p, bunda bitta to'liq chuqurcha hamda bitta yarimta chuqurcha bo'lardi. Bundan oldingi mavzuda aytib o'tildi. Demak, bunga nima birikadi? Costa prima birikadi. Costa prima pastga qarab qiyshiganligi uchun ikkita qovurg'aning, ikkita umurtqaning o'rtasidagi mana bu diskka to'g'ri keladi. Bu nimani bildiradi desak, qovurg'aning, ya'ni umurtqa pog'onasiga qovurg'aning uchining disk ustlariga to'g'ri kelishi apertura superiorning ortga tomon qiyalama ekanligini anglatadi. Apertura inferior esa 12-sidan boshlab hipodisk yuzalarida bu esa yuqoriga qarab bitardi. Ikkita aperturaning shu bilan farq qilishi. Keyingisi manubriumning yuqorgi cheti, o'sha aytib o'tamiz. Taraxka 1 va taraxka 2 umurtqalar orasidagi oraliq disk bilan taxminan 1 chiziqda yotadi. Birinchi qovurg'a orqada taraxka 1 umurtqasi bilan bo'g'im hosil qilgan joyidan oldinga qarab, hozir aytib o'tdim, pastga egilib manubriumga birikadi. Shu sababli ko'krak qafasining yuqoriga teshigi oldinga egilgan qiyalikda joylashgan. Rasmda ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Ortga qarab qiya kelyapti. Mana shu sohada. Apertura taraska superior bu yerda yana plevral bo'shliqlarning, ya'ni o'pka atrofidagi qoplamlar yuqori qismlarini har ikkala tomonida joylashgan, ya'ni ularning bo'shliqlari har ikkala tomonda joylashgan. Ular orasida esa mediastinum, ya'ni ko'ks oralig'i bo'ladi. Bu yerda yurak va boshqa muhim tuzilmalarni o'z ichiga oladigan o'sha bo'shliq, ko'ks oralig'i. Endi qo'l va ko'krak oralig'idan, ya'ni ko'ks oralig'idan o'tuvchi tuzilmalar bor. Birinchi qovurg'aning ustidan va plevra bo'shlig'ining yuqorgi qismidan o'tib mediastinumga kiradi va uni tark etadi. Buni izohlasak. Mana bu
kiryapti, bu esa chiqyapti. O'sha apertura sirasiga superiordan bular kiryapti hamda chiqyapti. Qo'l sohasiga masalan. Bundan tashqariga traxeya, ezofagius kiryapti ichkariga qarab. Nervlar kiradi bundan. Shu kabi tuzilmalar aperturadan kiradi va uni tark etadi. Bo'yin va bosh bilan ko'krak oralida tuzilmalar esa bu teshikdan deyarli to'g'ri vertikal yo'nalishda. Vertikal, ya'ni to'g'ri ketadi. Bo'yin va bosh bilan ko'krak oralig'i. Bu yerda asosan nima bo'ladi desak, o'sha arteriya karotikuslar hamda o'sha uyqu venalari, o'sha boshdan keladigan va bu yerdagi ezofagius hamda traxeya, ya'ni o'shalar vertikal ravishda yo'naladi. Bosh va bo'yinga qarab ko'krak oralig'ida. Qo'l sohasida esa kosta primaning ustidan aylanib o'tadi. Kerakmi desak? Albatta kerak. Aynan mana shu manubrium sternidagi yugularis orqali ba'zi klinik holatlarni aniqlash mumkin bo'ladi. Hamda birinchi vena keladimi yoki arteriya keladimi, ana shuni yodlab qolish kerak. Bu o'sha umri ostiga funksiya qilishda yoki kateter ulashda kerak bo'ladi. Ko'krak qafasining pastki teshigi. Ko'krak qafasi pastga kirish qismi katta va kengayishga qodir. Ya'ni u kengayishga qodirligining sababi tog'aylarning borligi. Uning chetlari suyak va tog'ay va boylamlar, ya'ni ligamentlar bilan shakllangan. Bu teshik diafragma, nafas olish mushagi bilan qoplangan va qorin bo'shlig'i va ko'krak bo'shlig'i o'rtasida o'tuvchi tuzilmalarni diafragmani teshib o'tadi yoki uning orqa qismidan o'tadi. Jumladan diafragmani teshib o'tadi dedik. Caval opening, ya'ni vena cava inferior teshib o'tardi. Hiatus esophagus qilingaч uchun, hiatus aorticus aorta uchun teshiklar hosil qilgan bo'lar. Izohlab o'tdik. Ko'krak qafasining pastga kirish qismi quyidagi suyaklardan tashkil topgan. Orqa tomonda 12-ko'krak umurtqasining tanasi, orqa yon tomonda 12-qovurg'a va 11-qovurg'aning uchi, ya'ni oxiri mushaklar orasida erkin holatda turadigan tomoni. Orqa old tomondan esa 7-dan 10-gacha bo'lgan qovurg'alarning tog'ay uchlari, costa spinaria. Ular birikib qovurg'a cheti, arcus costalis hosil qilardi. Mana shu yer. Bilindi o'ylayman, mana bu soha. Mana shu yerdagi chiziq arcus costalis o'tiladi. Rasmda ko'rib o'tdik. Ular birikib qovurg'a chetini, o'sha arcus costalis hosil qiladi. Old tomondan processus squamous, ya'ni tush suyagining eng pastki uchi qovurg'a cheti bilan tush suyagi o'rtasidagi bo'g'im hamda 9-10 umurtqalar orasidagi oraliq disk darajasida joylashgan bo'ladi. Bu nima degani? Yana ham yaqinroq qilib tushuntiramiz. Mana bu 12. Mana bu 11. Mana bu 10. Bu yer esa 9.
bizda aynan birikkan joy mana hipoidius 9 va 10 orasidagi intervertebral disklar o'rtasida turibdi. Boshqacha qilib aytganda, pastki kirish teshigining orqa cheti old qismiga nisbatan pastroqda joylashgan. Old tomonga qaralgan bu kirish teshigi yuqoriga qarab qiya holatda joylashgan. Ya'ni boya aynab o'tdik. Umurtqa pog'onasi desak, costa prima pastga qarab ketar. Apertura inferior yuqoriga qarab ketadi. Oldinda esa tush joyi bo'ladi. Demak, bu mana shu holatda turadi. Bu yon tomondan ko'rinishi, oldingi tomondan ko'rinishi esa mana shu holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni konussimon holatda. Hali bu bitta ko'rinishi, yana ikki xil turi bor. Mana o'tamiz. Ko'krak qafasining shakllari. Ko'krak qafasining shakllari unda joylashgan a'zolar tuzilishiga ta'sir etib, 3 xil shakl bor. Birinchisi konussimon shakl. Ko'krak qafasi konussimon bo'ladi. Ko'krak qafasi mushaklari va o'pka yaxshi taraqqiy etganligi bilan farq qilib turadi. Tush osti burchagi katta, ko'krak qafasi keng bo'lib, o'pkaning havoga to'lgan holatini eslatgani uchun bu shaklga ko'krak qafasi infraspinatorli ko'krak qafasi deb ataladi. Yassa ko'krak qafasi. Ko'krak qafasi mushaklari va o'pka zaif hisoblanadi. Ko'krak qafasi tor, uzun bo'lib, o'pkadan havo chiqqan holatdagini eslatganligi uchun bu ekstraspinatorli ko'krak qafasi deb ataladi. Silindrsimon shakl, konussimon va yassi ko'krak qafaslari o'rtasidagi oraliq forma hisoblanadi. Endi ko'krak qafasi erkaklarda va ayollarga nisbatan uzun, keng va ko'proq konussimon shaklda bo'ladi. Erkaklarda demak konussimon bo'lish ehtimoli ayollarga nisbatan ko'p ekan. Endi ikkinchi suyak. Tush suyak. Yassi suyak bo'lib, manubrium, korpus hamda hipoidius qismlardan bo'ladi. Ayollarda erkaklar nisbatan qisqa va yupqa bo'ladi. Erkaklarda esa bu suyakning tanasi manubriumdan 2 barobar uzun. Ayollarda esa bu nisbatan kichikroq bo'ladi. Ya'ni manubrium bitta bo'lsak, ikkita manubrium bitta korpusda uzunligini beradi. Deyapti erkaklarda. Ayollarda esa bu kamroq, ya'ni korpus kichikroq bo'ladi. Endi har bitta tuzilmani alohida ko'rib chiqsak. Manubrium yuqori chekkasida joylashgan bo'lib, bo'yin chuqurchasi incisura jugularis. Bo'yin ildizida paypaslar topish mumkin. Ya'ni buni o'sha palpatsiya yo'li orqali bemalol topish mumkin bo'ladi. O'sha incisura jugularis. Har ikki yonida umroq suyagi bilan bo'g'im hosil qilish uchun klavikular chuqurcha, ya'ni incisura clavicularis mavjud. Qayerda bor desak, mana clavikular nog deb atalgan inglizcha ekan. Mana shu incisura clavicularis atalgan. Incisura jugularis. Buni qo'l bilan bemalol topish mumkin. Bunga esa klavikula, ya'ni umroq suyagi bor birga. Quyidagilar bilan bo'g'im hosil qiladi. Manubrium sterni. Birinchi qovurg'aning tog'ayi, ikkinchi qovurg'aning yuqorigi yarmi hamda ko'krak qafasi dagi o'sha sternumning tanasi bilan, ya'ni bu
sternal bo'g'im hosil qiladi. Bu yerda angulus sternalis hosil bo'ladi. Demak, bizga kerakli joylari o'sha birinchi qovurg'a bilan birikishi, ikkinchi qovurg'aning yarmi bilan birikadi. Bu yerda incisura clavicularis bor hamda incisura jugularis bor. Bo'ldi. Endi sternal, angulus sternalis. Manubrium va suyak tanasi o'rtasidagi bo'g'im hisoblanib, o'sha manubrium sternal bo'g'im artikulatsiya bo'lib, quyidagi anatomik hodisalarni shu joyda joylashgan. Ikkinchi qovurg'alar shu yerda ko'krak suyagiga birga. Yarmi o'sha manubriumga, yarmi esa korpusga. Aorta yo'lining boshlanishi va tugashi shu darajada joylashgan. Nafas yo'li, traxeya shu yerda ikkiga ajraladi. O'ng va chap bronxlarga jalb etadi. O'rtasida o'sha karinada degan anatomik tuzilma bo'ladi. Bronx ichida bo'ladi. Hamda yuqorgi mediastinumning pastki chegarasi hisoblanib, u to'g'ri toraksga 5 va 4lar orasidagi diskka qarab to'g'ri yo'naltiruvchi tekislikka to'g'ri keladi o'sha angulus sternum. Izohlaymiz rasmda. Mana bu angulus sternum. Mana shu soha. Yuqorgi ko'ks oralig'i va pastki ko'ks oralig'ini chegaralaydi dedik. Mana bu ko'k bilan berilgan bu yuqorgi ko'ks oralig'i va pastki ko'ks oralig'i. Shuni chegaralayapti. 4 va 5 umurtqalar o'rtasidagi diskka mos holatda bo'lyapti. Hamda uning va chizig'i o'rtasida hosil bo'lgan chiziq arkus aortaning boshlanishi va tugashini bildiryapti. Bu yerda pulmonari arteriya o'tyapti, o'pka arteriyasi hamda bronx ikkiga ajralyapti. O'rtasida karinada hosil bo'lyapti. Ammo aynan bularning hammasi o'sha angulus sternusning to'g'ri o'tgan joyda hosil bo'ladi. Bu o'sha timus, ya'ni ayrozimon bezsi. Bu angulus sternus. Endi keyingi tuzilmaga o'tamiz. Tanasi. 2-dan 7-gacha bo'lgan qovurg'alar tog'aylari birikishi uchun uymalar hosil qiladi. O'sha xifoid o'simta, ya'ni processus xifoidus bilan bo'g'im hosil qiladi va bu xifonosternal bo'g'im bo'lib, uning to'g'ri sohasi o'sha T9, toraksga 9 umurtqasi oldida, ya'ni parallel ravishda joylashgan. Tush suyagida ikkita sinxondroz birikish mavjud bo'ladi. Bu sinxondrozis manubrium sternalis bo'lsa, mana bu yerda. Bu tush dastasining tanaga birikishi. Hamda o'sha sinxondrozis xifosternalis ataladi, ya'ni qilichsimon o'simtaning tanaga birikishi. Ikkita sinxondrozlik bo'g'im hosil bo'ladi. Endi qilichsimon o'simta haqida aytsak, tug'ilganda yassi va tog'aydan iborat bo'lib, markaziy yadrodan boshlab asta-sekin suyaklasha boshlaydi. O'rta yoshdan keyin ko'krak suyagi tanasi bilan birikadi. Mana bu yerda. 10-umurtqaning o'sha korpusiga parallel ravishda joylashgan balandlik. Uning bo'g'imi, o'sha tana bilan hosil qilgan bo'g'imi esa 9-umurtqa tanasi bilan bir xil darajada joylashadi va 9 va 12 o'rtasida bu yerga o'sha qovurg'alarning arkusi kelib birikar edi. Demak, bu sohada ko'krak bo'shlig'ining old pastki chegarasi hisoblanadi. Jigarning yuqorgi yuziga chegaradosh bo'ladi hamda diafragma
chegarasi bo'ladi va yurakning pastki chekkasi joylashgan nuqta. Bu yerda epigastrumda paypaslab aniqlash mumkin. Uning pastki uchi, kaudal uchi esa liniya albaga to'g'ri berkan. Ya'ni mana shu yerdan liniya alba o'tib ketadi. Hamda shu yerda mana yurakning pastki chekkasi joylashgan nuqtada slash orqali yurakka ta'sir o'tkazish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda joylashgan yurakka aynan mana shu sohada ta'sir o'tkazish mumkin. Tush osti burchagidan turib. Endi ba'zida odamlarda bo'ladigan holat ossa suprasternalis. Ba'zi holatlarda tush tashtasining yuqori qismida uchrovchi bittadan 3 tagacha bo'lgan tush usti suyaklar. Rasmda ko'rishingiz mumkin. Mana bu mana bu yerda joylashgan altdan kesilgan holatdagi rasmda hamda suyaklarda ko'rinishi. Ikkita ossa suprasternalis suyaklari. Vazifasi deyarli berilmagan ekan. Tush suyagining klinik ahamiyati. Tush suyagi hayot davomida qon yaratuvchi ilik, ya'ni gematopoietik ilik hisoblanadi. Tush suyagida shunaqa ilik bor. Keng va teri ostida yaqin joylashgani uchun suyak iligi olishda, biopsiya qilishda eng ko'p tushdan foydalanadi. Shuningdek, jarrohlik amaliyotlarida ko'krak qafasiga oson kirish imkonini beradi. Ya'ni tush suyagi o'rta chiziq bo'ylab ikkiga bo'linadi. Bu usul median sternotomiya deb atalib, ushbu yo'l orqali nimalar qilinadi? O'pka, yurak va katta qon tomirlar, masalan, aorta, vena cavalarga bemalol kirib, u yerda jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish mumkin. Tush suyagining klinik ahamiyati mana shunda. Ya'ni ikkiga bo'linadi. Xo'p. Birinchi video tugadi. Vazifa mana shu vaqtda, ya'ni 33 minut bo'libdi. Shu vaqt ichidagi bo'lgan ma'lumotlarni transfer qilib audio shakllantirish, keyingi video darsni ko'rish. O'sha guruhdagi supporterlar siz bilan savol-javob qiladi. Ushbu mavzu bo'yicha bo'lgan savollaringizni o'sha kishiga bersangiz, tushuntirib berishi mumkin. Agar tushunmagan bo'lsangiz, botga yozing. Mana bu o'sha har doim aytib o'tamiz. Mana shu bot har doim ishlaydi. Agar boshqa bot ochilsa, aynan kursdagi savol-javoblarni, ya'ni o'quvchilarning savollari uchun boshqa bot ochilsa, ogohlantirib qo'yamiz. Hozirda faqat mana shu bot ishlayapti. Yangi kurs ochilsa, mana shu sohaga qaytadan uni tahrirlab joylab qo'yamiz. Hamda video qayta yoziladi. Hozirgi videolar demo rejimda bo'libdi. Ya'ni manba tayyorlash uchun yozilyapti. Keyinchalik videolar sifati yaxshilab boriladi. Keyingi dars haqida qisqacha tushunib ko'rsatib o'taman. Shu qovurg'alarning birikish joylari, qovurg'alar, ularning turlari, birinchi qovurg'a uchun juda katta ma'lumotlar, uning klinik ahamiyati, ikkinchi qovurg'alarning klinikasi va bu yerda shu bilan mavzu tugaydi. Sal kamchiligi bor, shuni to'ldirib keyin yana qayta jo'nataman.